أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Müslüman kardeşlerim. Allah'ın rahmetleri olsun. Bizim unutmayın ki Füsun Yazılı Meclis'te şakardan için. Bunda elbette biz rahatlanıp gitmeyin de çünkü bu halk meclislerimizin en yakın dostlarımız işleyin. Hem Allah bilen biz yürüyüşemiz hem bizim rayonda, Baray rayonunda bir neçe yıl boyuna indi. Yazgı hem küzgü, öylevsiz kurslar var. O yıllar için kurslar başlandı anda. İmamlarımız, nazirlerimiz, hem ondan dinge ergine tartılıp gitken gençlerimiz bulsa da, yerlerimiz bulsa da, hatun kızlarımız bulsa da, Allah razı yıllarla da şu şunla. Hazret Hazretlerinin, Rafiq Hazretlerinin, Abdülmalik İlgizer, Muhammed Hazretlerinin, Rüstem Hazretlerinin Allah ikişerler, üçerler bileydi. Hem Allah bilen birge dostumuz var, İlyas Zinnatuddin, Orusu Medresesi'nden. Biz vakfında Turşulay Kavuşlu Medresesi'nde okuğanı girindi. Allah gelip, işlerimizni joyga salırga, hem 5 gün boyuna bitinde yaxşılığını aytıp, akidesinde getirip jitkereler, kıl sayın sorularga cevap da, til bilen de, zapiski bilen de, hatunlarımız da, biznesmenlarımız da özlerine rahatlanıp kirek sorularına cevaplarını alıp kanaat olup kalırlardı. Şulay etip bu kurslar 7-8 yıl tirajı boladır endi. Hem Ata Beytasikiyle Fatıma Hanım'ın da Fatih Şevit'in eligine çıkış yasanan hatununu onu biz Türk'ten biliriz, hürmet ederiz. Kazanda bir uçraşıp neden bir 3 günlük olsa da hatun kızlarında jıyıp kurslar ötkere geldi. Biz inşallah bilen şunda iş var deyip şakırgan edim. Hem şu vakitte Allah pek yaxşı etip ders verdiler. 52 hatun kız yılgani. Bizning illerimiz kelib namoz o'qigan chaqda yoki hamda darslar butun o kadar ko'p bo'lmay, bir sinada qilmoq ololmay 82 xotin qiz o'rta shaharda bir masjidda o'tirib bilim olib 3 kun bo'yina yaxshi bo'ldi endi. Shunda ular o'zlari garchi ixlos masjidida ko'rganlar bo'lsa da, men Vil Abikazi ham marhumni chaqirgan edim bir oyga, ham uning kitoblari bilan birga men o'zim de hem xotinim da o'qituvchilar biz endi. Shundan so'ng Vil Abikazi ham shu opalarni parta ortidan o'tirtib, ochiq dars ko'rsatdi. Ham ularga bek ushaldi endi. Ular bizlar aytganlar edi. Biz Baltash rayonida Tataristonda shuni izlab borgan edik. 2 avtobus bilan bo'lsa kerak edi. Ham shunda kelib Vil Abi bilan ular yaqindan tanishib endi. Mana shulay bir sostavda Fatima xonim, Razaliya xonim men atab aytam chunki ana chiqishini mening yalqab qo'yasim kelaydi. Ma'nosi shu ishim. Shundan so'ng Vil Abining yurtiga bitin orada partayib keladi. Mashinasida kerak, benzinda kerak. Shundan so'ng men bu ishni olmag'ach, bundan o'zimizga ko'ra bir programma tuzib qo'ydik endi. Ham qaysi avulda, qaysi maktabda bir maktab direktori mana yumshoq qarash bilan qaradik desa bizga ham Siysavet xo'jasi bilan shunda yerli administratsiya bilan agarda o'rtaq til topib bir maktabga yoki klubga bizni chaqirsalar, Vil Abini tezgina yig'ishtiramizda bu ikki xonim o'zlarining toza mashinasi bor edi. Razaliya xonim ikkasi biz shu sostav bilan yig'ib olib Vil Abi esa shaqda bir ondan ortiq o'rinlarda xalqlarga, yig'ilgan xalqlarga ham maktab o'quvchilarına bu bir muhim masala bitindi. Жылытылмаған клубтарны жылыттыралар, глава администрациядан районнан сұрайлар, силовиклар bilan o'zlari meytellер, сөйләшәләр, bildiruvni elәләр, avul bullasına bir joysiz. Shundan so'ng bu xonimlar kelib, Vil Abi kelgan shaya qadar edi, o'sha klublarda to'tirib qo'yalar kishini, ham 5 kishi shuluq shiratdan muallimalar, menda shunda bir 10 minut chiqish yasayman endi. Shunda o maktab direktori din bo'yicha o'tkazgan мероприятие ol bit olar uchun menda to'g'ri bit muhim chunki bu ishlar tekshirilam yoki ona boshqa pretenziya bo'lashaqma. Maktab direktoriga dashib bir 5 minut so'zlaydi. Shu Siysavet predsedatelisi bir 10 minut so'zlaydi.
bir kundamgina motorgina meropриятие keladi shig'ayni. Ham ondan so'ng villa bo'yinda bizning so'rov bo'yicha shu opalarni, 30 yoshlik studentlarni, o'quvchilarni yig'ib o'tirtib qo'yadi parta ortini, ukaz qilarni tutib, bulay bo'lsa bunday, bo'lmasa sertifikatlarni tigi balaki dastalarni qo'yib, Vil Avliy Kazakhanov endi dars o'tkazadi, oshiq dars, master klass ko'rsatadi. G'alsha bugungi kunda biz master klass ko'rsatgan kubik biz hali ko'rsatilmasak-da, chunki Vil Avliyning ayrim texnologiya bo'yicha bunda ishladi. Projektlarda lekin bizning Alloh taolaga inanuvimiz shu o'shroqda Vil Avliyda ular aytadi endi men ota kommunist bo'ldim deydi. Lekin men hozirda bilaman endi Suxamlinskiy Makarovka sistemasi bo'yicha bog'larni tutib bo'lmay, ana mana shu degan qizil tishli ingliz vaqtida Ramil Yunusovlar ham Jalil Fazliyevlar bilan Jalil Hazratlar bilan ishlagan vaqtda qizil bardov tishda kitoblar chiqqan edi. Anda bir-ikki xatosi ketgan edi, ularni tanidi. Birga mana shu alhamdulillah ixlos ham bilimni obustaylar bilan ishlay, birgalab ishlay. Mana ular shahidlar kitoblarini olib qana kelmadi. Vil Avliyning o'zining jinozasini stopka kitoblar endi boshidan olib ozarına kadar mana shu Ozod Hazratlar bergan shekilli Qur'ondagi dalillar, payg'ambarimizning hadislari bilan naq yaxshi shunday o'zakka o'ta turgan diniy kitoblar qoldirdi endi o'shalar. Biz boribizda men bunda shamalab so'rayman, chunki Viloyatlarga Sholdaga da kelganim bor edi. Do'stlarim bek ko'p, Nizmikamskiyda ham Sholdada ishladik. Bizni bilalar deydi endi. Allohning rahmati bo'lsa edi. Shulay etib, Boshqirdistonning bosh qalasida o'sha sostavda xotin qizlarni ko'tarib, ham o'qituvchilarni jalb etib, o'sha o'qituvchilarga endi u o'qituvchilar bizlarda kelib chiqqan mullalar bitin ularni aytganda, ular tarbiyachilar, ular bolalarga niddiy tarbiya bilirlar, ularning o'zlarining sobiqlari bor bo'lsa ham shu o'qituvchilarga faqat biz endi napoleon berib, durustgina yo'nalish berib, o'sha aqidani durust anlatib, hamda islom dinida bo'lgan uchebniklarni durust etib borlab berib, Abu Hanifa mazhabi narsa ekanini anlatib, o'sha alhamdulillah rahmat tashkil avustaylarda her bir kanikul sayin yollar aşıp nasıl ihlas masjidine gelirler, ilim alırlar, ham o'zlari endi qaytgandan so'ng ular da avullarda ishlaydilar. So'ng 2 minut bormi? Men shitga ketmadim, lekin mana shuni endi tugallab qo'yasim kelgan edi. Chunki biz guruh направленияda ishlab, o'sha ishlarimiz endi bir qarashda qarab turamiz, ham bir Allohga tayanib tavhid yo'lida turishamiz. Hamda Qur'on Karimni anlatuv uchun albatta endi bu hadislarni bilirga kerak. Hadislarni bilish uchun turli endi nega tiqiriqlarga kirib yurishga kerakmi? Chunki olimlarimiz zo'r, olimlarimiz kuchli. O'zimizning ota-bobolarimizning kelgan направленияsi Hanafi mazhabi bek yaxshi, chista ham unda agarda o'zimiz ortiq bilg'atlarga kirib ketmayincha sadaqa ziyr uchun Qur'on o'qib yurmasak, niyatimiz durust bo'lsa, Menamin degan Abu Hanifa mazhabida yaxshi etib xalqimizni da, o'zimizni da, bolaqaylarimizni da tarbiyalarga bizning mumkinchiliklarimiz bor. Biz bir-ikki tadbir Kuvaytda bo'lib qaytganim, anda vasatiya degan bir qoyada shitga chiqmaymiz, radikalizm kerakmi, o'rtalikda borimiz degan shunday bir sistema endi. Anda endi yaxshi etib aytadilar. Turli illardan kelgan kishilar mana bunda kelib o'qiydi. Bugungi kunni Rossiyada deydi. Agarda tirishar ekan, agarda o'zi ixlos bilan tutinar ekan, turli yerda namoz o'qirga, turli kunni ro'za tutirga, qoidagina borma, tegi da'vat deb qishqirib yurmasam, islom dinini anlatırga, ham shu joyin bilib, hikmatini bilib, Vil Avliy ko'p kishilarni, sizning ko'p kishilarni, pedagoglarni shamallab topib, endi akrim mana shu sferada turishga kerak endi. Shu azag'indagi endi nima vaqt qoldi. Azag'ında aytasim kelar. Musulmon qardoshlar, men endi balaki shaqdan o'zimni bizning yoqdan nima deydilar? Abim parabustada, ham anim parabustada biz ati vafot bo'lgan edi endi. Balki shunlardan mana shu xotin qizlarni nig'rab olmaymandir. Biz Zul hazratlarining so'zidan chiqqanimiz yo'q. Biz ular bilan yashashamiz.
aqida, din, namoz, ibodat, o'lgandan so'ng tiriluv, tirishuv hamda jannatga kirishga tirishuv. Albatta jannatga kirishni Alloh taolo bizdan rozi bo'lsa edi deb ibodatlarni ixlos qilib albatta ham durust etib vaqtida payg'ambarimiz qilgan shekilli. Mana buning uchun endi albatta biz imomlarga ham olimlarga tayanib ish etishga tegishmiz. Er kishining avtoriteti zo'r bo'lishi tegish. Er kishi bolalarni tarbiyalarga tegish, so'zda yo'q. Er kishiga endi xotin qizga aytilgan, men hali erning qo'ltin ko'tarib turib, men so'ngdan aytib o'tirasiz, boshqa so'zlarda bor. Aytgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam agarda bir musulmon xotin qiz 5 vaqt namozni ixlos etib o'tasa hamda Ramazon ro'zasini tutsa hamda u o'zini nasharlikdan, fahish ishlardan tiyib turib har vaqtda u agarda o'zining erina bo'ysunsa, musulmon erina endi ona jannat degan. Mana shu shunday ma'noli hadis bor. Albatta u erlarimiz endi biz jirna yetkazib ishlarga, jirna yetkazib bolalarni tarbiyalarga, kishi bolasini qarabgina, ularga bag'azgina so'lab yurga tegish tugul endi albatta o'zimizning inkashlarimizni, bolaqaylarimizni, sobiylarimizni, qizlarimizni tarbiyalarga biz tegishimiz so'zda yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, kullukum ra'iyun deydi, butuningizlar ko'tuvchilar deydi. Erlar navbatida aytayindi. Erlarning o'zining xotinina, bolalarina, ham o'zining imуществосына, o'zining oilasina ul ko'tuvchilik. Xotinlarni aytdi, xotinlarning ko'tuvchilik. Eri topgan molga hamda shu eri berayotgan narsaga ham albatta bolalarina. Mening aytasim kelamliq endi xotinlar bugungi kunni bizning misol uchun Buray rayonida foydagina bildirib insonda yoki мероприятиеga bir va'zga yoki darsga chaqirsamda 3-4 topda ko'proq xotinlar keladi. Erlarni yig'amiz, 3 guruhga yig'amiz. Xotinlar mana bugungi kunda Buray rayonida sinfda 14 guruhga xotin qizlar deydi. Qizlarim ikkisi ikki masjidda birga yashaysanmi, ikki masjid ishlab kelganda shu xotin qizlarning deganday qaysi bir chaqda ol shayton butaymikan endi er kishilar xotin qizlar ortiq olg'asi kelmasinlar, xotin qizlarning fitnasi bo'lmasin degan shaklda ularni to'xtatayindi. Mening shunday fikr, men g'olim tugul shunday fikrman. Bizning xotinlarimiz boya aytdik bit. Erlarni agarda bo'ysunar ekan, hamda imomlarni hurmat etar ekan, bizga mumkinchilik berga kerak ol xotinlarga, ol 70 yoshlikmi, 60 yoshlikmi abikaylarimizga ukasga tutib ol muallim fanini o'qita bilan hamda dinning farzini o'qitib hatto bir 10-15 dars berilgan ekan, biz har bir avlda shu shunday muallimalarni azallab chiqarib yuborishga tegish. Ne uchun? Chunki bir 18 yil tirasilik madrasa bitgan edik. Avvalda 7-8 abzay. Onun 6'sı qort, 1-2'si yosh, onun da birisi shirlik yoki birindek shunda pristup bilan yig'ilib turgan shu shunday kishilar yig'iladilar. Qaraysan 3 abay o'lgan 10 yil ichida. Tag'in 2 abay kelgan. Bugunda 8 kishi. Ertaga qaraysan bular xalq isha turgan bo'lsa, elda bo'lsa, tavba qilmay turgan bo'lsa, u kishilar bir avlda 3 yilda qola jum'a namozda nima kishi yeyib bo'lmaydi. Shunga ko'ra da biz sadiklarga, bolalar bog'chasina ham maktablarga, xotin qizlarga, maktablarga qachon bizning ustozlarimizni, ozod hazratlarimizni keltirib, bizning bolalarimizga dinni o'rgatirlarmikan, islom dinini o'rgatib, utopiyalarni maqsadga o'tira kerakmi? Bizni chaqirmaylar hali ko'pgina maktablarda sadiklarga. Chunki endi yoki zahrama, yoki direktor, yoki ustalarni kontrolda tashlay bitindi. Shunga ko'ra da bizning eng muhim masala mana shu bag'azning boshida qo'yganim Muhammad sallallohu alayhi vasallam yonina bir qul bolasini ko'targan, ko'krasdan imzo turgan bir vaqtda bir g'arib xotini kelib, "Ey Allohning rasuli, bu sobiymni dey, tarbiyalarga dey, ilm berib din iymon yo'lida endi tarbiyalarga menga ertaroq tug'ilmikan aldi. Sobiymni ko'tarib turib endi." Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi, "Sen biroz so'nglab kelasan" dedi. Sen biroz so'nglagansın dedi. To'ys endi bolalar tug'ib endi tegi 5-6 yoshga yetgancha qadar tug'il, balki o'zimizning ol kelin bolasini ko'targancha yoki ol kuyovga chiqqancha qadar Alloh topgan din islomda
g'ibodat qila turgan bular, Allohdan qo'rqa turgan, ham o'zlarining zufat kishilarida duosini qilib, o'zlarining bolalarına niyetlay turgan normalniy musulmon kishilar bo'larga tegish. Mana shunga musulmon qardoshlar, albatta endi bizning sadiqlarga ham maktablarimizga qachon mullalarni bor iltib, mening bolamni qachon tarbiyalay boshlarsin ekan deb so'raylar aviylar. Ani kutib o'tirga kerakmi? Demak, bizning zo'r mumkinchilik umrga mana misol uchun biznimi, Hazratnimi, Muftiy Hazratnimi, Shomil G'alavuddinmi 10-12 yoshida anisiz yetaklab olib kelgan masjidga. Shundan kelib o'qib ketganlar. 70-80% erlarni, muftiylarni aniylari, abiylari yetaklagan. Hem 50 vaqtda da 80 yoshlik abillar, 70 yoshlik abillar namozga bosgan vaqtida bolaqayim yomani o'ylanolmayman deydi. Mana biz o'qitamiz bitindi. Bolaqayim mana balakay shaqtar deydi. Kichkina vaqtda davaniyim o'ylatgani, aniyim o'ylatgani deydi shunda lampa yoqtisida shul mana istadi 5 Qur'on surasi deydi. Alif bilida bilan deydi alhamdulillah. Chunki ana shusha sizda qizlar, sizda studentlar, sizda aniylar ham abillar. Shusha endi bolalarga o'zingiz ul sadiqlarga jibargancha qadar Allah sadiqqa bo'larlar-yu, shulaymi? Allah masjidga kelarlar-yu, siz boshqa shusha bir necha yil ichida ul bolalarga vaqtani Alloh birgina o'lgandan so'ng turli haq, jannat jahannam bor, namozga da ersin, saharga da tursin. Shulay etib inshaalloh balakay chaqda ul narasiga xotirni sindirsam, Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan bo'laydi. Kichkina vaqtda onun xotirni sindirganim oldi, toshqa o'yib yozgan ko'p bo'ladi. Shunday kichkina bilan sizga da'vat endi shoqiru ham birgalab ishlarga kerak degan ma'noda hazratlar yoki erlar yalqovroq ekan yoki erlarning alla bo'lsa ishkanlar ishilib bitmay ekan, xotin qizlar bitinda o'tirib turib deyishdi. Şular bitindi. Harakat etilgan ishlarga shoqirlar. Har bir avullarda, har bir o'rinlarda xotin qizlar jamiyati, aniylar uyushmasi, chista paq muslimalar ular o'qitsinlar, xotinlarni da, qizlarni da kichkina